Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, akalar, ukalar, tinglovchilar. 17 fevral. Xudo xolasa kechki 9:10 bo'lyapti ekan pashti. Kunduzi 2-3 ta kalta klubda ish qiluvdim. Mikro atrofida programmani yoqdim ham. 11,5 ming повышение bilan zakaz tushuvdi, olib qo'yaverdim, balam ketmasa, bari отказ qilardi deb, yurgim kelmay yursam SMS keldi, aka kelyapsizmi, kutyapman dedi. 2,5 kilometrda olgan ekanman. Ha, bo'pti, kutyaptikan deb borsam, u meni rasm bilan tanigan ekan. 10-15 kun oldin uyga borib qo'ygan ekan. Nizayapti borishiga, hech qancha yo'l emas, 6 kilometr, mana shunaqa 26 ming, 27 ming ko'rsatyapti. Zo'r bola ekan-ku. Sizni rasmingizdan ko'rib tanib, anaqa qildim, kutib turuvdim. Shuncha SMS yozdim yurmaganingizga deydi, qaranglar. Ha, gapim chaloq qolib qoldi, o'z magazindan chiqyapti, gapim kelmadi. Zo'r bola ekan lekin. 6 kilometr, 6,5 kilometr, 27 ming bo'lgan ekan. 30 ming berib tushib ketdi. Qizig'i, aka endi men necha metr o'pman deb qo'yapti. Temir bilan shug'ullanadigan uka ekan, miyamga o'rnab qolibdi aka deydi. Ha, nichego dedim. 27 kilometr o'pdi desam, kulyapmiz bir-birimizga qarab. Sog' bo'lsin. Hunarmand bola ekan. Zo'r bola ekan. Kech paytda birinchi klient pashti 1-2 marta chiqqan tanish bilan bo'ldi. Endi bu yoqqa endi tomta to'xtab turing, la chiqmasa bo'ldi, endi ichib olib. Mashinasidan sahalab tursin, endi asabda uzilmay tursin, endi kech paytda. O'zidan chicha oldi, hammasi bosib oladiganlar ham chiqadi, ro'za paytda ham chiqadi. Bunaqalar xudo saqlasin, hozir chiqmay tursin, kerak emas, hozir xudo xolasa. Xo'sh, Mirzayevdan qaytyapman. Mirzayev ichkarisida ham emas. O'rtasiga ham bormadik. Sal fioletoviy zonaga tushib yana yoqamiz, xudo xolasa. 2 soat ishlaymiz, xudo xolasa, ertagalikka tayyorlab mashinani. Akalar, Qo'qon universitet. Xullas, Go'rgazga tushib oldim. Fioletoviy zonaga yo'ldan yaqib olsam, bog' shamol tepalariga chiqishga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun eng qizig'i, ish boshlashimdan oldin shtrafim bor edi, shuni to'lab qo'ying, 15 kunlik imtiyozida deb plastikdan o'tkazaman desam qabul qilmaydi. Profilaktika bir narsa deydi. Endi 15% ga ham qancha qoldi? Bu deydi 1 soat 10 minut qolgandan. Mikini meni ana shu to'lab qo'y debman, esimga tushib. Hayolimda bor edi kunduzi. Atay qilganda o'tmaydi. Ha, o'la deyman. Yo'q, bir 13 minut qolgandan keyin qabul qildi. Hali pulni ham tayyor pulni olgisi kelmaydi. Agar qabul qilmasa, ishlamasa, balobat to'rasa, ertasi kuni yana qo'shimcha 200 mingdan oshiq to'lardim deb bekardan. Pul beraman desa ham, mana shu ahvol bu iflos. Shtrafga jonga tegdi, mana shtraf to'g'risi-chi. Yomon malol keladi mana shtraf. Haligi gay o'zi yozgan. Necha asabim buziluvdi shu yozgan paytda. Peshahod molga o'xshab telefonda gaplashib, orqaga qaytib boruvdi, peshahodga yo'l bermadingiz dedi. Molga o'xshab yuribdi dedim, chaqirdim hali peshahod Semashkada, Kurgoboydan o'tgandaylar. Desam, "Ya, unaqa qilmang aka" deydi. Nima qilay bo'lmasa dedim. U ketadi yoniga, patsanroq bo'laydi. Oxiri u bo'ldi, bu bo'ldi, aka kamar taqmabsiz. Dedim, mashinaga yozdim, maza qiling uka dedim. Yozing dedim, kamariga yozasizmi dedim. Peshahodingga ham deb tortishib ketuvdi, yaxshi kamariga yozuvdim. Ashiga ham 15 kun bo'libdi. Ashi imtiyozni yana qaza to'lab qo'yay desam, u ham hali qabul qilmay asabga tegsa-da. O'zi 103 ming bo'ladi xolos u. Ashi 200 mingdan oshiq to'lamaydi dedim. Yana bitta peshanamizda bor unaqa shtraflardan. 400 necha puldan. Unga ham 4-5 kun qolibdi. Imtiyozni 200 mingda to'laymiz, endi so'kinib. Zakasimiz ham tushdi, xudo xolasa, 1 kilometr 300 dan. Xullas, baland yon berib tursin, endi gaz pas quyib, mo'ka qilib etdik, stolida ishni boshlaymiz. Endi 1-2 soat bo'lsa ham ishlaymiz endi. Yandex aylantiryapti. Machit oldi bilan o'tib qo'yamiz endi. Tekizroq yo'l. Yaxshi o'p oldim mana shu. Asfalt qilinib.
Xo'sh, mikrorayondagi aptekaga keldik. Akmal farimga xullas. Bu qizimiz 3-mikrorayondan chiquvdi. To'g'ri yurib boruvdim. Voy namuna bilan yurmadingiz, yaqinroq degdi. Hani yo'l ko'rsatganday bo'luvdi. Apteka kerak desam, Akmal farimga degdi. Ha, bo'ldi dedim. To'rtkachadagi ham boruv desam, yo'q, mashaq yaxshi, mashaqda bo'ladi hamma dori degdi. Xuddi men haligi 400 metr, 500 metr buyoqqa yurib qo'yganimga joyi chiqmaganday bo'luvdi. Obbo deb olib keldim hozir. Taqir-tuqur qilmasdan namunadan ko'ra bu taraf bilan o'tuvdim. Biz taraf bilan. Odamlarga hayronsan. Yo'li yomonda siydim dedim. 400 metr, 500 metrga bir-birimiz asabimizni buzmaylik dedim. Xullas akalar, yana qaytib keldik. Olib borib olib keldim. Eng qizig'i chiqib olib suvga chiqqan mishodi. Siz aytgan haligi qayerda dedi, Stimarolda ol desam, ha, ashpiylarda bor ekan, xolos u doridan dedi. Dedim, ajab bo'lsin dedimki. Olib borib olib keldim xullas. Nonga pul yo'q, bechoralar domini oldida turibman. Xudo xolasa yaqindan tushsin. Zonalarimiz fiyoletoviy, xudo xolasa. Hali kunduzi normalniy o'tirdim bitta zakazga ham. Bespavishina 1,5 ming arzimagan pul bilan yonadi. Gaz bemalol bo'ldi, anaqa bo'ldi-da. Mashina ham ko'payib ketdi. Unisiga bugun seshanba, anaqaroq bo'ladi. O'zi dushanba, chorshanba, juma sal jonlanyapti, xolos o'zi. Odamlar ham bilmab balo, kunga qarab haftaga 3 ga bo'lib olganmi ko'chaga chiqishni deyman, hayron qolaman. E'tibor beryapman. Anchadan beri ashtaqa bo'lyapti. Benzinli paytda ham shunaqa edi. Ko'cha yuringlar bizga o'xshagan taksilarga. Ular zakaz tushdi. 3-4 ming pavishina bilan mikrorayondan chiqib yangi bozorga burilishga. Mandalar kesib qo'yyapmiz g'arrada. Chiqib oxyor zilnamoz demasa bo'ldi. Taraflar постоянно oppoq turadi. Постоянно без повышения. Yaqinlarga bo'lsa iloji boricha shahar ichida 5 kilometr, 6 kilometr uzoq bo'lgani yaxshi hozir kech paytga Apsarani sog'itmasdan. Eng qizig'i 80 metrga kelib qoldim. Mana shuni kerak emas edi hozir. Bo'lib ham bu territoriya mashina bilan zo'r yonmaydi. Uni ustiga bo'lib ham karta ekan. Kerak emas paytda karta tushib bo'ladi. Kulgizni qistadi. Astag'firulloh. Ko'ramiz endi zakaz tushsin, iloyim oyog'imiz tayidan shaharga ketsin hech bo'lmasa. Zakaz tushdi. 10 minutcha o'tirdik. Eng qizig'i bu lokatsiyani qaranglar, aylantirib olib boryapti 1 kilometr. Jicha zadni yursak, pramoy chiqadigan joyi bor ekan. O'zimiz o'zbekcha stil qilib zandiga yura olamizmi-ki endi? Qancha endi u ham zandi ham 200 metr bor, taqir-tuqur qilib aylanib kirgandan ko'ra zandi yurib qo'yganimiz qulay. Ropparosi 200 metr zanni yurib kiryapman xullas. 1 kilometr 100 yutdim. Xullas kelib oldim. O'zimcha 1 kilometr 100 yutdim dedim. Bu ham plastik bo'lib ham qo'shariqqa ekan. Sevimli zonamizga ekan pashti. Plastik
kerak emas edi hozircha. Akalar, ishimizni tugatdik, xudo xohlasa. Oxirgi zakasimizda 80 metrda Klaraga olib keldik. Shu bilan tugattirib chiqamiz, xudo xohlasa. Qayoqqa ketib olishimizni bilmaymiz. Soat ham 11:12 bo'lyapti, xudo xohlasa. Bugunchalikka xayr.